Yaqında Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Uyg'ur muzikalik komediya teatrida 20-asr Uyg'ur adabiyotining mashhur namoyandasi, Qozog'iston xalq yozuvchisi, davlat va jamiyat arbobi Ziyo Samadiyning yorqin xotirasiga bag'ishlangan Bilqis Samadiyning mazkur voqealarning tirik guvochisi nomli kitobini tonishtirish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur kashga adabiyot muxlislari, yozuvchi va shoirlar qatnashdi. Tonishtirish marosimida Bilqis Samadiy otasi Ziyo Samadiy haqida, uning mushu Gacha texi hech bir matbuot betida yo'riq ko'rmagan maqolalari, kundalik daftari, chet ellarga bo'lgan ijodiy safari haqidagi qiziqarli xotiralarning yig'indisi va o'zining ota-onasi, bog'liq davri haqidagi qiziqarli hikoyalarni so'zlab berdi. Mana bugun bu birinchi kitobim chiqdi nashrdan. Bu kitobning nomi mazkur voqealarning tirik guvochisi deb nomlandi. Bu kitapta nima uchun bu kitap yezildi, nima sababdan deganda men mushu dadamninki arxivida qarab o'zim kelgan xatlarni ratligach, qo'limga necha bir bloknotlari tushib qoldi, xotira daftarlari. Mana shu daftarlarni o'qib chiqib, ya'ni ko'plagan materiallarni yig'ib, mushu kitap ustida bir 2 yildek o'tirib yozdim. Bu mərasimğa Almut şəhərdən bir qatar yazğıçılar, alimlar, yigit başları, xanım qızlar yığılıb, müəllifning oqurmanları kitab doğrusida öz oyları bilan bölüşdü. Endi her ihtimalga Bilqis mush kitapni tayyorlabdi. Haqiqatanmi keng o'quvchilar o'qigandan keyin berib, Ziyakanning haqiqatanmi qanday inson bo'lgan? Faqat dramaturg va yozuvchimi? Yoki ayni ma'nosidagi davlat arbobiga loyiq bir siymomi yaxshi farq etalaydi, ham bundan nurg'un ma'lumotlar ola oladi deb o'ylayman. Mərasimning davomi Nava ansamblining talantli sazanlari bilan Uyg'ur xalqining donliq naqshisi Ayturg'on Hasanovaning bir jup o'rnagan xalq naqshlari bilan davomlashdi. Keng kitobxonlar omisiga mo'ljallangan mazkur asar Ziyo Samadiyning ijodiyatiga va xalqimizning o'tmishiga qiziquvchilarni bir turkum aniq ma'lumotlar bilan ta'minlaydiganligiga ishonchimiz komil. Abdumanap Mahmudjon Ruslan Duganov, Tahir Chirbekov, Tangritog kanali.